Так, балалар, bu yani elektroşitimiz üstüne kardon yapıp koydum. Karanglar kanday taza turuptu. Xudo kalasa bir aydan keyin ko'ramiz ahvol qanday bo'ladi. Hammasini nomerlashga harakat etdim. Shitning bo'yi pastroq bo'lgandan keyin sal qiynaldim. Shu g'aminlar har biri qishayib ketdi mana kabellar. Hatta chap ketib chiqarib o'tir edim hammasini. Hatta ham gap yo'q. Bu kiruvchi gruppa водной автомат. Водной автомат. Bu relé напряжения, relé защита. Bu общий diff qo'ygan mana 63'lük. Bu kontaktor master включательga. Bu avtomat master включательден. Bu manalar 3 metrxon gruppa mana отдельный. Полотенцесушитель бар, варочный panel бар, духовой шкаф бар, yana qaysi rozetkalar бар, ishqilib yana shunday. Wi-Fi бар, датчик проточки воды, yana shular бар. Bular 3 metrxon liniya, qolgan hammasi o'chirtuğun liniya bular. Ko'rib turgan bo'lsanglar. Bu yerda avtomatga qarasanglar, bir sim kirgan hammasini, men yerda bir avtomatni zapasim tashlab ketganman, bu Wi-Fi. Aslında bir avtomat, iki avtomat zapas tashlab ketilib kerak. Bir avtomatga iki kabel kiruv kerak emas hech qachon. Buning bo'yi hozir balandligi 1.45 bo'ldi. Bu 1.45 bo'ldi. Aslında balandligi 1.85 bo'lishi kerak. Что bu standart razmer, ko'z polni ko'radi hamma narsani. Ishlaganda spokойно avtomatlarni o'chirib yaxshi udobno bo'ladi hammaga. Bu pastroq bo'lib ketdi standartdan. Zato что bunday sho'chik turadi. Sho'chik turishining hisobini bu pastga tushdi, sho'chik 1.85 ga tushadi shunda.